Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan birgalikda aylananing kesishuvchi vatarlari uchun o'sha vatarlarning keshish nuqtasidan S ko'paytirilganda A ko'paytirilgan B teng ekanligini isbotlaymiz. Boshqa qanday qilib isbotlaymiz? Xo'sh, mana bunaqasiga bitta chiziq tushiramiz. Bunisidan bunaqasiga bitta chiziq tushiramiz. Demak, chiziq tushiradigan bo'lsak, mana bu yoyni ko'rib turibdi hammamiz. Shu yoyning yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni mana shuni alfa desak bo'ladi. Bu ham xuddi shu yoyning yarmiga teng bo'lgani uchun buni ham alfa desak bo'ladi. Albatta bu 2 alfa bo'ladi, uni yozishimiz shart emas. Xo'sh, demak, mana bu yoyning yarmiga teng bo'ladi. Mana burchakni beta desak bo'lar ekan. Xo'sh, demak, albatta bu yoyning yarmi bu bo'ladi. Demak, buni ham beta desak bo'lar ekan. Endi bu alfa bu beta bo'ladigan bo'lsa, o'zidan o'zi bu burchaklarimiz gamma, bu burchaklarimiz gamma bo'lar ekan. Ikkita uchburchak, mana bu uchburchaklarimiz o'xshash bo'lib qolar ekan. Demak, xohlasak, mana shu o'xshash burchaklarni chizib olamiz. Mana shunaqasiga. O'xshash burchaklarni chizib oladigan bo'lsak, xo'sh, bizda mana bu C bo'lyapti, bunisi D bo'lyapti, mana bunisi B bo'lyapti, bunisi A bo'lyapti. Burchagimiz beta bo'lsin. Xo'sh, mana burchagimizga alfa qo'ydik, mana burchagimizga alfa qo'ydik, mana burchagimizga beta qo'ydik va mana burchagimizga gamma qo'ydik. O'xshashlikdan foydalanamiz. Ya'ni betaning qarshisidagi tomon C, bu betaning qarshisidagi tomon B. Xo'sh, barobar alfaning qarshisidagi tomon A, bu alfaning qarshisidagi tomon D. Xo'sh, demak, proporsiya qilib yuboradigan bo'lsak, A ko'paytirilgan B, A ko'paytirilgan B, xo'sh, barobar C ko'paytirilgan D kelib chiqar ekan. Mana formulamiz isbotlandi. Xo'sh, mana shunaqangi qiziqarli misollarning yechimlari yoki isbotlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.